Bola 6 yoshga to'ldi degani maktab programmasini to'liq o'zlashtirishi shart degani emas. Salom. Yaxshi keldingmi? Bog'cha 8 da degani 7 da kelishi kerak degani emas. 48, 49, 50. Изучение русского языка в детском саду – это не значит, что ваш ребенок знает русский язык на все 100%. Bola kasal bo'ldi degani bog'chada kasal bo'ldi degani emas, bog'chada yutdi degani emas. Bog'chada 4 mahal ovqat yeydi degani uyga borib ovqat yemaydi degani emas. Bog'cha degani faqat bolalarni 3 yoshdan qabul qiladi degani emas. Balam gap, yaxshi keldingmi? Yig'lama balam, nog'i yig'laysan. Bog'chaga bola yig'lab kelgani bog'cha yoqmaydi degani emas. Uyga borib bola choy ichaman degani bog'chada choy ichmadi degani emas.